Hashamatli uy, qimmatbaho mashina, brilliant va brend liboslar. Ba'zida bularning ortida qiyinchiliklarga to'la bolalik, oson bo'lmagan hayot turgani xayolimizga ham kelmaydi. Biz havas bilan qaraydigan kishilar esa yulduz bo'lib tug'ilmagan. Ularning tarjimai holiga nazar tashlansa, qanday oilada tug'ilishi emas, iste'dodni namoyish qilish uchun mehnat va o'z ustida ishlash muhimligiga amin bo'lish mumkin. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga qashshoqlikdan chiqqan yulduzlar haqida ma'lumotlar beramiz. Chunki bu mashhurlarning hayoti bugungi mavzuyimizga yaqqol misol bo'la oladi. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Xonanda juda ham qashshoq oilada dunyoga kelgan. Justin tug'ilganida onasi 18 yoshda bo'lgan. Yeyishga hech narsasi bo'lmaganidan Bieberning uyida kalamushlar izg'ib yurgan. Vaqt o'tishi bilan hammasi joyiga tushgan. Qo'shiqchining hozirgi yashash tarziga nazar tashlab, uning shunday sharoitda katta bo'lganiga ishonish qiyin. Aktrisaning bolaligi Justinnikidan yaxshiroq o'tgan deb bo'lmaydi. U 8 farzandli oilada o'gay otaning tarbiyasida voyaga yetgan. O'z otasini ko'rmagan va u haqida biror bir ma'lumotga ega ham emas. Sara bolaligidan oilasiga yordam berish maqsadida ishlay boshlagan va topgan pullarini hammasini ota-onasiga keltirib bergan. Hozir esa million dollarlarning ustida yotibdi. Rapper kambag'al oilada dunyoga kelgani yetmagandek, Detroit shahrini kunduz otishma va turli janjallar bo'lishi tabiiy hol bo'lgan hududida voyaga yetgan. Eminem mahalliy o'smirlar tomonidan bir necha marta kaltaklangan va jabr ko'rgan. Buning ustiga otasi ularni tark etgan. Onasiga esa bunday vaziyatda oson bo'lmagan. Bu kabi qiyinchiliklar bo'lajak rapperning hayotida o'z o'rnini topishiga to'siq bo'la olmadi va u kelajakda rap qiroliga aylandi. Nicki Minaj Trinidad va Tobago respublikasida dunyoga kelgan. Keyinroq oilasi bilan AQShning eng qashshoq hududlaridan biriga ko'chib kelishadi. Oilaning moliyaviy ahvoli yomonligidan kun ko'rishning o'zi bo'lmaydi. Vaqt kelganida Minajning mashinada uxlashiga to'g'ri kelgan. Hozir esa u o'z pullari bilan bemalol maqtana oladi. Videoni ham oxiriga keldik. Do'stlar, sizningcha yana qaysi yulduzlar qashshoqlikda mashhurlikka erishgan? Shu haqida albatta o'z izohingizni kommentariyalar qismida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.